Siz ham kir yuvish mashinangizga qancha ko'p kir solsam shuncha yaxshi yuvadi deb o'ylayapsizmi? Agar shunday bo'lsa, siz yolg'iz emassiz. Ko'pchilik avtomat kir yuvish mashinasidan foydalanishda aynan shu xatoga yo'l qo'yadi. Barabanni to'ldirib tashlaydi, hatto ba'zan eshikni zo'rg'a yopadi. Chunki hamma bir martada ko'proq kir yuvib olishni xohlaydi. Lekin qizig'i shundaki, mashinaga ortiqcha kir solinganda natija yaxshi emas, aksincha yomon bo'lishi mumkin. Chunki kiyimlar erkin harakatlana olmaydi. Suv va yuvish vositasi barcha kiyimlarga bir xil yetmaydi. Natijada esa kirlar yaxshi tozalanmaydi. Shuning uchun mashina imkoniyatidan ham ortiqcha yuklama berish yaxshi g'oya emas. Yana bir juda mashhur xato. Bu ko'proq parashyut solsam kiyimlar ham yaxshi yuviladi deb o'ylash. Aslida esa bu ham noto'g'ri fikr. Ortiqcha parashyut ba'zan kiyimlarda qolib ketadi. Ba'zan esa mashina ichida ko'pik ortiqcha hosil bo'ladi. Shuning uchun yuvish vositasini me'yorda ishlatish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Keling yana bir holat haqida gaplashamiz. Kirlarni mashinaga tashlashdan oldin cho'ntaklarni tekshirasizmi? Ko'pchilik buni esidan chiqaradi. Tanga, kalit, soch qisqichi, ya'ni zakolka yoki boshqa mayda buyumlar keyinchalik muammo keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun yuvishdan oldin bir necha soniya vaqt ajratib cho'ntaklarni tekshirib chiqish foydali. Bunday oddiy odat bo'lib qoladigan harakatlar texnikani ham asraydi. Yana bir xato, kir yuvish tugashi bilan mashina eshigini yopib qo'yish. Tashqaridan qaraganda bu oddiy holatdek tuyuladi, lekin mashina ichida namlik qoladi. Vaqt o'tishi bilan noxush hid paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun yuvishdan keyin eshikni biroz ochiq qoldirish tavsiya etiladi. Bu havo aylanishiga yordam beradi. Ko'pchilik avtomat kir yuvish mashinasi hamma narsani o'zi hal qiladi deb o'ylaydi. Lekin unga ham ba'zan e'tibor kerak. Masalan, rezinka qismlarini vaqti bilan artish, parashyut solinadigan joyni tozalash va barabanni toza saqlash. Bu unchalik qiyin ish emas, lekin texnika uchun foydali. Yana bir muhim narsa, har bir kiyim uchun bir xil rejimni tanlash shart emas. Ayrimlar tezkor rejimda hamma narsani yuvishga odatlanib qolishgan. Lekin turli matolar turlicha parvarish talab qiladi. To'g'ri rejim tanlansa, kiyimlar ham uzoqroq xizmat qiladi. Mashina ham samaraliroq ishlaydi. Xulosa qilib aytganda, avtomat kir yuvish mashinasining uzoq xizmat qilishi qiyin qoidalarga emas, oddiy odatlarga bog'liq. Ortiqcha yuklama bermaslik, parashyutni me'yorda ishlatish, cho'ntaklarni tekshirish, yuvishdan keyin eshikni ochiq qoldirish va shu kabi oddiy qoidalar texnikaga ham, kiyimlarga ham foyda keltiradi. Ideal avtomat kir yuvish mashinalari esa zamonaviy texnologiyalar, qulay boshqaruv va har kuni xizmat qilish uchun yaratilgan. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.